Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlarini, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 11-yanvar. Biz yana o'zimizda mini chorvamizdan video syomkalarini boshladik. Bugungi obzorimizda 20-30 ta qo'zi qo'chqar, 5 ta xunojillarni video obzorini qilib beramiz. Videolarimizni boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilib turasizlar. Mana shunaqa qo'zi qo'chqar boqaman deydigan do'st birodarlarga podpishka qilib tursalaring juda yaxshi bo'ladi. Bugun Bilolxon ukamizni mana qo'zi qo'chqarlarni video obzorini qilib beramiz. So'z navbati Bilolxonga. Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari kanali qadrli obunachilari, shu sizlar bizni mini fermamizga aka birinchi partiyamizga 12 bor. Ularni ham xudo xolos yengil qilib beramiz aka. Yeb ishtilari zo'r. Sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi xudo xolos aka. Bo'y bastilari aka rolni 75 ga beraveramiz. 75 plyusga olishaveradi. Ha. 75 plyus ko'p, 80 ga yaqini bor. Ko'p. Yedi ishtilarni bir hafta bemalol sinab olishadi, ha? Bemalol. Dastlabki xizmatlari ketaveradi Samarqandgacha va vodiy bo'ylab Samarqandgacha qilib. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bepul, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda bo'ladi. Olishlaringga bog'liq endi. Ha. 4 ta 5 ta olsalaring ilojini boricha dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. aka. Bular hozir o'rtacha qo'ylar, ha, hozir. Ha, o'rtacha aka. Ulardan katta kichiklari ham bor. O'rtacha variantidan. Yirigidan ham bor aka. Ikkoy boq. Narxlarini qanaqa endi? Yo'lida qilib aytamiz, xudo xolosa narxini. Aka, bular narximi 12 tasini bir joyga olishganga aka 4.200 dan vodiy bo'ylab ketaveradi. 4.200 dan. Azini hayrini qilib berasiz. O'tadigan joyi ham bor aka. O'tadigan joyi bor. Joyi bor, xudo xolos. O'tib beramiz. Qo'ylab, pulli 100 ming, 200 ming arzon, 500 ming desam lab bo'lib qoladi. Yo'q, ko'rdi, kecha bozorda o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bozorda ancha arzon, lekin hayri bor. 4.200 ming so'mdan hayrini qilib beradi. Lekin ichidan tanlab olishga narx plyus minus bo'lib qolishi mumkin, tanlashlaringga qarab. To'g'ri. Mashani ham aytib o'tib ketaylik, ichidan kelib 4 ta yo 2 ta tanlab yo 3 tasini tanlab oladigan bo'lsalaring, narxi o'zgarishi mumkin. U tanlashlaringga bog'liq. Pasayishi ham mumkin, ko'tarilib qolishi ham mumkin. To'g'rimi Bilolxon? Shunaqa. Xo'p. Endi bunlardan kichikroq variantini ko'rsatib o'tamiz. Pul yengillardan. Xo'p. Bu yerda mana hozirgi qo'ylardan jicha kichikroq bo'y bastilari, lekin uzunligi ham arqoldi kelishgan variantidan. Ularning narxi unga qaraganda yengilroq qo'yamiz, ha Bilolxon? Yengil qo'yamiz aka. Xudo xolasa obunachilarimizga sal yengilroq qilib narxni aytavering. Ular ham chunki ko'p videolarni ko'rib turishadi. Aka soni 8 ta aka. Xo'sh, bu partiyamizni pulini aka bo'ladiganini aytib qo'ying. Bo'ladiganini ayting. Bo'l 4 million boshqa yo'q aka. 39 dan vodiy bo'ylab ketaveradi. 3.900.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bilan 75 gacha bemalol aka bo'yi. 70 plyusga olasizlar. Injiroq klientlar o'lchab olsa 75 chiqaveradi bular. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Ekran ostidagi nomer doim aloqada. Tepasiga kelib olamiz desalaring, ko'rib olamiz desalaring, manzillarimizni lokatsiyalarini tashlab beramiz. Shu 24 soat aloqada turadi shu nomerlarimiz. Qiziqqanlar ekran ostidan nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, bu qo'ylar o'zimizni Vohon qo'ylari, ha? Vohon qo'ylari aka, Zominni qo'ylari, 7 ishtilari bular ham sinovdan o'tdi. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilib turasizlar degan umiddamiz. Mana shunaqa qo'zi qo'chqar boqamiz deydigan do'st birodarlarga podpishka qilib jo'natib turasizlar. Hozir eng katta qo'chqarlarimiz bulardan kattarog'ini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, kattaroq qo'chqarlarimiz bular to'xli deydim, nima deydi? Bilolxon aka. Yemga tayyor variantida. Ha, o'z yem yeb turgan aka, qurbonlikqa zo'r bo'ladi bular. Yoshlari ham qo'zidan chiqqan-a bular? Ha, qo'zidan chiqqan. Bular tish yorishga yaqin oldi. Tish yorishga yaqin, etvoshi ham joyida, undaqacha oriq qo'ylardan emas. Narxini ham xudo xolosa bomba qilib aytib berasiz bularda. Bu yerda nechta? 12 ta aka soni bular. 12 ta. 12 ta. Qoldi kelishgan, uzunligi ham hamma yo'g'i joyida. Narxlari qanday bo'ladi Bilolxon? Bularda aka, narx-navolari bir joyga bo'lsa aka, vodiyga oxir 4.5 dan beraveramiz. 4.5 dan. Ha, buni 5 sotishyapti, to'g'risi 5 48. 48 5 qo'yishyapti bolalar o'zim. Sizning kanalimizga mana birinchi marta chiqishimiz.
Endi boshlab oldik mana yangi. Xudo xolasa har Ketaveradi kuni aka. video qilib turamiz. Oxir Padishah turasi 4,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavka Bo'ylari xizmatlari 80 ga bor. olishaveradi. 80 plus 80 chiqaveradi bular. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida qiziqqanlar ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Bo'ylari 80 kishi yorishga kelgan qo'zi qo'chqorlar yemga tayyor variantidan 4,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkalari bilan qilib beramiz. Hop, manzillarimiz bu tomondan Andijondan kelishda yo'lda bo'yida o'ng tomondan, bu tomondan Tepaqo'rg'onni sentri Sitoporodan kelishda chap tomonda joylashgan. Shuning bilan bugungi videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringga omad. Videolarimiz so'ngida yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosing. Kanalimizni Padishah turasizlar.